Assalomu alaykum. Xo'jalik uchun 3 oyoqli skuter qidirganlar bo'lsa, mana har xil yangiliklarimizdan yetib keldi. 200 kilolik, 300 kilolik, tepasi ochiq hamda tepasi yopiq variantlarimizdan bor. Qisqacha ma'lumotlarini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, 200 kilolikni tepasi ochiq varianti bo'ladi. Orqada ikkita odam bemalol o'tirib ketsa bo'ladi yoki orqadagi sidinani ag'darib qo'ysak, mana bunday aravacha hosil bo'ladi. 200 kilogacha yuk yuklab ketish imkoni bo'ladi. Oldi orqaga yuradi, tormoz tizimlari faqat oyoqda, akkumulyatori 32 dan 5 ta bo'ladi akalar. Tepasi ochiq variantini $800 ga chiqarib beramiz. Bitta to'liq quvvatida Xudo xohlasa 50-60 kilometr masofani bemalol bosib o'ta oladi. Xuddi shuni tepasi yopiq tentli varianti, mana polnosti atrofi tentlari bo'ladi. Qishki kunida yopib haydab ketsangiz bo'ladi. Oldi tarafda salafallari ham bo'ladi. Oyoqni yopish darajasigacha tushadi. Buni narxini xo'p $870 ga chiqarib beramiz. 200 kilolikni tepasi yopiq varianti. Ana endi bu ham xuddi shunday boshqa rangidan, mana bu seriya bo'ladi. 300 kilolikni tepasi ochiq varianti, 300 kilogacha yuk oladi. Ko'rinishi xuddi shunday holatda bo'ladi. Sididan ag'darib qo'ysangiz 300 kilogacha bemalol yuk olib ketish imkoniyati bor. Eshiklari ikkala taraf ham ochiladi. Mana haydash tizimlari xuddi shunday, oldiga orqaga yuradi. Tormoz tizimi oyoqda buniki ham. Xo'p, 300 kilolikni tepasi ochiq variantini $900 ga chiqarib beramiz. Tepasi yopiq variantini $1000 ga chiqarib beramiz akalar. Bundan farqli jihati, buni akkumulyatori 45 talikdan 5 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Endi hajmga nisbatan bu ham bitta to'liq quvvatida 50-60 kilometr masofani bemalol bosib o'tsa bo'ladi akalar. Xohlovchilarga tepasi ochiq 200 kilolik, xohlovchilarga tepasi yopiq 200 kilolik, xohlovchilarga tepasi ochiq 300 hamda tepasi yopiq variantlarini qilib berishimiz mumkin. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xohlasa vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavkalarimiz pullik bo'ladi akalar.